Jasur aka, pulim bor, kurslarni o'qib chiqdim, trading bo'yicha bilimlarni oldim, lekin baribir ham qo'rqyapman trading qilishga. Juda ham ko'p treyderlarda bo'ladigan muammo qo'rquv. O'zi avvalambor qo'rquv nimadan keladi? Bilim yetishmovchiligidan keladi bu narsa. Lekin mana shu qo'rquvni yo'q qilish uchun o'zini ketma-ketliklari bo'ladi. Keling, men shu sizga 4 ta ketma-ketliklarni sanab o'taman. Birinchi qonun qoida o'zi nimaga e'tibor berish kerak? Strategiyalarni o'rganish mumkin, har xil joylardan o'rganish mumkin. Mana shu strategiyani statistika qilish kerak. Statistika qilib bo'lgandan keyin qaysi valyutada yaxshi ishlayapti, qaysi valyutada yaxshi ishlamayapti, filtrovat qilib oladi. Undan keyingi holatda demo shotga kiradi. Demoda bu bozorda men daromadga chiqa olmaymanmi yoki yo'qmi mana shu strategiya orqali degan savoliga javob oladi. Ikkinchi holatga keladigan bo'lsangiz, o'zingizni cho'mchagingizda pul bor va mana shu pulga rozi bo'lishingiz mumkin bo'lgan pul bilan kiring. Ya'ni bu pul yo'qolib qoladigan bo'lsa, achinish, siqilish, o'ylash unaqa narsa bo'lishi kerak emas. Agar mana shu holatda kiradigan bo'lsangiz, bozordagi yomon emotsiyalarni siz o'zingizdan sekin jo'natib olayotgan bo'lasiz. Uchinchi qonun qoidalarga keladigan bo'lsak, stop loss va take profitlar qo'yishingiz shart. Agar stop loss qo'yilmaydigan bo'lsa, mana deydigan insonni daromadga olib chiqa olmaydi bu narsa. Ya'ni stabil daromadga chiqa olmaydi. Stop loss bo'lsa, bu insonni stabil daromadga olib chiqib beruvchi eng zo'r yo'llardan bittasi hisoblanadi. 4-qonun qoidaga keladigan bo'lsak, men tez boyib ketaman, millioner bo'lib ketaman, dunyolarni egallayman degan xom xayollarni sekin miyangizdan chiqarib oling. Nimaga desangiz, bu soha tez boyib ketaman deydigan soha emas. Bu soha stabilni o'sish uchun zo'r imkoniyatli soha hisoblanadi. Juda ham ko'p insonlarni ko'rganmiz, tez boyib ketaman deb kirgan mana shu sohaga va itogi holatda nima bo'ladi? Qarzga kiradi, undan qarz oladi, o'z kreditni olib tashlaydi va itogi holatda o'zini hayotiga nuqta qo'yib qo'yadi. O'shanga iloji boricha tez boyib ketaman degan xom xayollarni chiqarib tashlang. Agar siz ham tradingda qo'rquv holatiga tushayotgan bo'lsangiz, mana shu 4 ta qonun qoidalarimga amal qiling va mana sahifamga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting.